Xotin mana manyaklardan ham qutuldik. Yo'q, manyak bor ekan. Qoch, xotin, qoch. Qoch, xotin, qoch. Ushlab olsa ikkalamizni ham yeb qo'yadi. Tezroq qoch. To'xtalar, benzinlarni yeyman. Qoch dedim. O, yaxshi meshit qamab oldik. Bo'lmasa kirollardi bu yerga. Kirib olgan ikkalamizni ham yerida. Benzinlarni yeyman. Xotin kir, yotoqxonaga kirib olaylik. Kir tez qochaylik bu yerdan. Obod. Jinob bu joyga men shunchaki prank qilayotgandim. Obbo, mayli o'zi biladi. Endi janob berga aytib bermasa bo'lgani, bo'lmasa qishloqdan haydab yuborishadimi meni bilmayman. Xotin bu jetel qanaqasiga manyak aylanib qoldi? Manyak nima deyapman? Ha, manyak deyapman. Manyak aylanib qoldi. Bilmayman, sen bilayapsanmi? Ha, yo'q, sen qayerdan bilasan? Men bilmaganni sen ham bilmaysan-ku, to'g'rimi? Nima qilamiz endi? Janob merga aytaymi borib? Ha, to'g'ri aytayapsan, borib janob merga aytaman. Bo'pti, unda yaxshi o'tirgan. Qara, agar keladigan bo'lsa, eshikni ham ochma. Derazani o'zi ochib bo'lmaydi. Derazamiz ochilmaydi-ku, ochib o'tirma, bo'pti. Mayli, men kelaman haliroq. To'g'ri, qurolni tashib ketay, agar nimadir bo'ladigan bo'lsa, shappa qurolni olgin, otib tashlab. Barcha narsada qo'rmaysan-ku, to'g'ri, sen kuchlisan-ku, bilaman. Bo'pti, qarochi yaxshi o'tir xotin. Obbo, qayoqqa ketdi yaramas? Qanaqasiga manyaklanib qoldi? Hamma manyaklar yo'q qilgandi axir qishloqdan. Birorta ham manyak qolmagandi. Mayli, hozir do'konchidan so'ray, balki do'konchi ham ko'rgandir. Assalomu alaykum bratan. Va alaykum, kejoq, nima gap, nima deysan? Xullas, qishlog'imizda bitta jetel manyak paydo bo'libdi, ko'rdingizmi? Yo'q, qachon paydo bo'libdi? O'zi endi qutulgandik-ku. Shunga o'zim ham hayronman. Uyimning oldigacha quvib bordi. Uyingga kira olmadimi? Eshikni yopib qo'yganimdan keyin kira olmay, bilasiz, eshigimga Face ID'li eshik qo'yganman. To'g'ri. Mayli, unda ko'rsam aytaman senga. Yo, menga emas, iloji bo'lsa politsiyaga xabar berasizmi? Janob merga aytasizmi? Bo'pti. Qayerga ketyapsan o'zi? Janob merning yoniga. Birikda dastavka bor, olib borib ber janob merga. Qanaqa dastavka? Xullas, ikkita non, keyin nima edi yana? Ikkita non, ikkita hot dog, shunaqa edi, adashmasam. Bo'pti, hozir ikkita nonni qanaqasini olib borish kerak? Oddiy non olib borish kerak. Javonaqa dahshatdan aytgani yo'q, xotin aytgan ekan. To'g'ri, bo'lmasa oddiy desam ham bo'ladi. Hot dog mana bu yerda ekan, tak hot dogdan ham ikkita oladigan bo'lsam, bitta ikkita. Pulni berganmi? Ha, bergan. Pulini berishing shart emas. Mayli, unda men ketdim. Bo'pti, sog' bo'l. Mayli, rahmat sizga. Bo'pti, mayli. Xo'sh, ana endi janob merga aytish kerak. Aytmasak bo'lmaydi. Aytgancha oynasini ham so'zlab bermadim hali janob merda. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, jo'xa, nima gap? Qarochi, hozir ikkita gapim bor. Birinchisi, mana bu non bilan hot dog aytgan ekansiz do'konchiga. Uni yangiga olib ber uyda. Bo'pti. Keyin nima demoqchidim? Xotinim bilan ko'chada ketayotgandik. Keyin bitta manyak jetel paydo bo'lib qoldi. Keyin shu desangiz ortimizda quvdi-da. Biz qochdik, uydan aylanib turib qochib borib uyimizga kirib ketdik. Derazamizga kelib sakradim hattoki. Nima? Manyak jetel deysanmi? Manyaklardan o'zi endi qutulgandik. Obbo, qayerdan paydo bo'libdi? Bilmayman. Balki klon apparatni topib olgandir. Yo'q, topib olgan bo'lishi mumkin emas. Uni olib borib o'rmonga ko'mib kelgandim esingizda bo'lsa agar. Shuning uchun ishona olmayapman-da seni ko'mib kelganingga. U ko'mib kelganman, mana belkuragim qo'limda turibdi. Qumib keldim kelishimdan. Tushunarli. Aytgancha meni o'ynamni qachon to'g'rilab berasan? Shu esimdan chiqib to'g'ri qilib beraman janob mer. Bo'pti, tezlash. Unda bitta narsa qil. Birinchi qishloqlarni izlab top. Har biriga keyin o'zimizning shaxsiy apparatimizdan foydalanib vaksina o'tkazishimiz kerak. Qanaqa shaxsiy apparat? Qanaqa vaksina? Xullas, uyimga borsang, yangangdan so'rasang aytadi qayerda vaksina bor deb so'rasang. O'sha vaksinani hamma jetelga berib chiqish kerak. Va ichida manyak bo'lsa ham tozalanadi. Hammasi haqiqiy jetelga aylanadi. Tushunarli. Bo'pti, unda men ketdim. Bo'pti, o'zingga urib qo'yma lekin, u juda xavfli narsa. Xavfli bo'lsa nimaga jetellarga urishim kerak? Ularga baloga urmaydi, aytganini qil, davay bor. Mayli, unda men ketdim janob mer. Davay deb qo'ysangiz bo'lardi. Davay unda. Mayli, bo'pti. Yangamni oldiga boraman birinchi o'rinda. Non bilan hot dogni berib turib, keyin o'sha vaksina apparatini olaman. Qanday vaksina ekan? Hozircha hech qaysi jetelda yuzda niqob yo'q, juda ham yaxshi. Assalomu alaykum yanga. Va alaykum assalom, keling jo'xa. Qarochi, janob mer non va yana nima edi, hot dog berib yubordi. Qayerga qo'yay? Ana shu yoqdagi pastdagi shkafga qo'ying yoki tepadagigami? Tepadagiga qo'yib qo'yay, chunki pastda tursa g'alatida endi, yegulik-ku bu. Tushunarli. Bo'pti, mayli, rahmat. Aytgancha to'xtang, janob mer aytdiki, vaksina bor ekan qanaqadir. Qanaqa vaksina u? Adashmasam manyak jetellarga qilinadigan vaksina bo'lsa kerak. O'sha burchakdagi shkafda turibdi, pastdagi. Burchakdagi pastdagi shkafda. Mana u narsalarmi? O'sha bo'lsa kerak. Mayli, unda rahmat yanga. Mayli, xotiningizga salom ayting. Mayli, siz ham hech kimga ayta olmaysiz, aytgan janob merga o'zim aytib keldim salomni. Bo'pti. Xo'sh, ana endi bu narsalarni qanday qo'yaman? Belkurak hozircha kerak emas narsalarni olib qo'yayim.
Hozir mana buni pishirib olish kerak. Borib pechkamga solib qo'yay, mana bu narsani ishlashni ko'rishim kerak. Yaramas maniya qayoqqa ketdi ekan? O'ynayaptimi desam, yo'q, tepaga chiqayotgan ekan tepalikka. JTlarni hozir tekshirib chiqaman. Ichidan maniyak bo'lsa, sraz yo'q qilib yuboraman. O'chamiz. Tak, mana shu pechkaga qum bilan ko'mir solib qo'yaman, pishib turadi. Ungacha esa mana bu apparatni sinab ko'rish kerak. Ya'ni bu qanaqa vaksina apparati ekan? Bu narsa nima ekan? Nima qiladi bu? Tushunmadim. Qanaqadir, mana shu narsani urib chiqish kerak dedi janobmer shekilli. Xavfli dedi-yu. Demak, rostdan ham xavfliga o'xshayapti. Tak, sinab ko'ramiz. Xo'sh, yetel, to'xta. Nima deysan? Xullas, bizda vaksina bor, ya'ni maniaklarga qarshi. Xo'sh, nima qilish kerak? Hozir mana bu narsani bu yerga qo'yamiz. Bu narsaga sen o'tishing kerak. Tushunyapsanmi? Uni o'tishing kerak. To'xta, men seni o'tkazaman. Tentak bu tomonroqdan o'tishing kerak. Tushundingmi? U skanerlaydi seni. Nimaga skanerlaydi? Xullas, to'xta, malades, o'zi o'tdi, ko'rdingmi? Xullas, maniak emasliging aniqlanadi. Ha, tushunarli. Yarachi? Keyin mana bu narsa bor. Bu narsa nima vazifani bajarishini unchalik ham bilmayman. Tak. Bu ham shunaqaroq narsa. Xullas, maniak emasligini tasdiqlaydigan narsa. Bu yerda turadi. Agar kimdir maniak bo'lsa, bizga xabar qiladi. Maniak deb o'ylayapsanmi hali sen meni? Yo, sen emas, qishloqdagi ayrim JTlar maniakka aylanib qolgan. Ha, yana nima bor? Keyin mana bu narsa bordi. Bu nimaligini unchalik ham tushunmadim. Menimcha bu oddiy, bu ham shunaqa narsa ekan. Mayli, bu shunaqa turib tursin paka. Demak, bu bo'ldi, bu xabar beradigan narsa. Buni tepaga chiqazib qo'yish kerak. Qancha tepalikda tursa, bu bizga tezroq xabar beradi. To'xtab turlaring. Hozir hamma yoq to'g'rilab chiqishim kerak. Qayerda ko'rding maniak JTLni? Ko'rdimda, ko'chada ko'rdim. Ortimdan quvladi. Xotinim bilan birga qochib ketayotgandik. Hech narsa qilmadimi? Yo'q, hech narsa qilay olmadi ham hattoki. Biz bilasan, xotinim bilan tezkor qochuvchilarmiz. Tushunarli. Tushunarli bo'lsa tushunarli. Tak, mana ustiga qanday chiqsam bo'ladi? Obbo chiqolmas ekanmi, bo'yim yetmas ekan. Tak, hozir nimadir tepadagi bitta blokni to'g'rilab olish kerak. Mana shu blokni joyidan olib turaman paka. Keyin joyiga qo'yib qo'yma qaytarib. Mana buni tepaga qo'yib chiqish kerak. Balandroq qilsak bizga signalni tezroq yetkazib beradi va nihoyat hammasi tayyor. Mana buni olib tashlayman va bu shu yerda tura qolsin mana. Takoy bo'ldi. JTlar, endi senlarga mana bu vaksinadan qo'llayman. Yomonroq ekan, nima narsa bu? Bu vaksina. Endi sen hech qanaqa kasal bo'lmaysan. Qanaqa kasal bo'lmayman? Senga ham berayinmi? Uzoqroqqa tur. Xo'pmi, sen maniak bo'lib qolmaysan-ku, lekin senga ham berdim. Xullas, bu narsa sizlarga ta'sir qilgandan keyin maniaklar hech nima xullas tega olmaydi. Zo'r ekan, menga ham ber. Senga hammi? To'xta hozir mana. Tak, qochib tur, senlarga bermayman, qochlaring. Bu JTlar uchun faqat. Obbo, bularni qaranglar. Bayli, uzoqroqdagilarga berib kelay, keyin beraman senlarga. Tak, hozir Birat to'xtang, Birat to'xtang, yaxshi. Biratga urdik. Endi sizga ham bitta uramiz. So'z to'lsin, bu zaryadka bilan ishlar ekan. Zaryad to'lishini kutish kerak. Va zaryad to'ldi, yaxshi. Malades. Senlarga endi balo ham urmaydi, xavotir olishma. Tak, Birat sizga ham sinaymiz hozir. Tak, 1 2 3, yaxshi. Nima edi bu? Nima chaqdi meni? Hech narsa chaqqani yo'q. Tentaymisan, senga vaksina urdim. Nima narsa urding? Vaksina. Nimaga u? Men qanaqa koronavirus bo'ldimmi? Yo'q, koronavirus uchun emas, maniak bo'lib qolmasliging uchun. Ha, tushunarli. Mayli, rahmat. To'shi bratishka. Bratishka emas, bratdan bo'laman. Men seni kattaman, esingdan chiqdimi? Aytgancha uzr brat. Bo'pti, shunaqa bo'lsin. Senga ham. Mana u kelyapti. Cho'ta JTlarga tegindim deguncha hammasi kelaveradi. Mana brat qoptilar. Brat, qarshi oling. Sizga vaksina boradi. Yaxshi. Nima edi u? Shu narsa vaksina deyapman-ku. Tak, kim qoldi bu yerda yana? To'xtanglar, do'konchi brat bor edi. Do'konchi bratga brat vaksina kelgandi. Sizga ham berib ketaymi? Bersang, lekin og'irsa ko'rasan mendan. Biroz og'riydi lekin. Og'irsa aytayman, mendan yaxshilik kutmagayin. Sizga ta'sir qilmadi-ku brat? Nimaga ta'sir qilmaydi? Menga ham ta'sir qilish kerak-ku. Hozir bo'lmasa yaqinroqdan, ya'ni yaqinroq uzoqroqdanmi? Xullas, to'xtang brat, siz do'konchisiz bilayapman, lekin sizga mana ta'sir qilmas ekan brat sizga. Bu JTlar uchun ekan-ku, JTlar uchunday bosib qo'yibdi betiga. To'g'ri, tushunarli bo'pti. Voy, qochay, men senga bermayman deyapman, ham o'zing kelib tilab olayapsan. Tak, mana bu tomondagi JTlar qoldi, mana bu o'g'ri JTlar ham qolibdi. Qo'lingni ko'tar, otaman. Voy, nima bo'ldi? Qo'rqma, bu vaksina-ku. Vaksina bilan o'ldirmoqchimisan meni? Yo'q, jinnimisan bu? Shunchaki maniak bo'lib qolmasliging uchun. Shunaqa bo'pti, uzr-da. Sen nima meni polizimni oldida o'tiribsan? O'tirganim yo'q. Ko'ryapman, turibsan-da, shu qarash turibsan shu yerda. Bor, uzoqda o'ynash. Polizimga qorovul kerak emas. Xo'p, kim qoldi yana? Yana JTlar bo'lsa kerak bu tomonlarda ham. Ularga ham to'liq vaksina berish kerak. Tak, bu yerda yo'q hech qaysi.
Tak bu uyda do'stim yashardi. Do'stim yo'q, do'stimga qilib bo'lmaydi baribir vaksinani, chunki u jitel emas. O mana yoqda bitta jitel turibdi. Tak shu yerdan ura olmas ekanman bu yerdan. Obbo, zaryad ketib qoldi. Mayli, yaqinlashan keyin urib yuboraman. Qani qayoqqa qochib ketdi? To'xta voy jitel. To'xta, yaramas. Tak mana obrat qoldi. Brat, sizga vaksina berdim yo'q? Nima edi u vaksina? Ha, bermabman, bo'ldi, hozir to'xtab turing mana. Mana vaksina. Yo'q, yomon og'ir ekan. Men sen janob berga aytaman. Borib ayting janob merga. Kakras o'zi janob merga aytish kerak. Qilib bo'ldim deb aytmoqchi edim. Janob mer buyurgan menga bu ishni. Brat, siz ham quruq qolib ketmang. Mana shu brat qochib yuribdi, ko'ryapsizlar? Mana shunga berishim kerak, lekin qocha uyga kirib ketdi. Qanisi brat? Mana unda to'xtang. Voy, jalka ketib qoldi. Brat, siz qochganingiz uchun sizga ikkita beraman, qarab turing hozir. Hozir to'lsin, kutib turing, ozginacha kutib tursangiz. Mana bittasi, hozir yana bitta to'lib olsin, zaryadka bilan ishlaydi-da bu. Yaramas, mayli, to'lsin. Qochish yaxshi emas. Qochganingiz uchun sizga ikkita, bitta bonus ko'ryapsizmi? Bo'ldi. Yana qochganingizda uchinchisi ham bonus, tekin bo'lardi uchinchisi. Tak, kim qoldi? Bunga berdim, sizga berdim yo'q? Nimani? Demak bermabman, to'xtab turing. Mana sizga ham. Voy, tentaklar, men senlar foydang uchun qilyapman bu narsalarni. Tak, mana bu skanerda hech kim hali tushmabdi. Bunisigachi? Bunisiga tak bitta kishi tushibdi, to'g'ri ekan. Bitta kishini, короче, maniyak emas ekan, aniqlanibdi. Brat, sizga vaksina berdimmi? Yo'q, berganingiz yo'q. Nima unda qalay bunday qilyapsan? Bermadingiz deb shunaqa qilyapman-da. Undaga qarshi ol, yaxshi. Yana kim qoldi? Kim bunga berdim? Menga berma, menga berding-ku, 2 marta berding. O'sha sen edingmi? Obbo, galimlar boshda o'rtib tashladi. Bor har bir tomondan atrofdan aylanib kelaveradi. Menimcha shu janomerning xotiniga ham yo'q, u jitel emas-ku. Tak, mana shu jitel chekkada ekan, kakras mana shu qolib ketgan shekilli. To'xta, qochmay tur. Uzoqroqdan urmasam, qattiq ta'sir qilib qolishi mumkin. O'shaning uchun uzoqroqdan beryapman. Mana bu ikkalasi ham qolibdi. Tayyorlaning, jitel. Nima qilmoqchisan? Rasmga olmoqchimisan? Rasmga olaman. Kulib turing. Pishloq deymiz. Tak. Yomon og'ir ekan, nima edi bu? Bu vaksina deyiladi. Brat, siz to'xtang. Mana shuni orqadan uraman, qarab turing. O'sha qarab turing. Anaka bo'ldi, chotki gap yo'q. Tak, menimcha hech kim qolmadi shekilli. Mana bu tomondagi jitel qolib ketdi. Bu tomonga kelgani yo'q, qo'chyapti, bu qaranglar. Voy, noto'g'ri ketib qoldi. Brat, qochmay turing. Iltimos, ana shunday turib turing. Men adashmayman, qo'rqmang. Tak, mana shu yerdan nishonga olamiz va tak bo'ldi, brat. Addushi. Tak, menimcha hech kim qolmadi. Janob merga borib beray. Mana uydagi jitel menimcha shu qoldimi deyman-da. Qayerga? Uyda emas ekan, topishim kerak. O'shanga ham bermasam bo'lmaydi. Bitta jitel qolib ketsa ham, keyin o'sha bitta manyakka aylanib qolsa, butun qishloqda rasvosini chiqazadi. Bu qaysi jitel edi? Bunga berdim. Tak, qayoqqa ketdikina? Bu uyda yashaydigan jitel. Menimcha shu mana bu atrofda bo'lsa kerak. Qishloqda, mana ekan, brat. Uyingizda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Nima edi? Vaksina tarqatib yuribman. Menga kerak emas. Nimaga? Og'riydi-ku. Og'risa ham baribir iloji yo'q, to'xtayman. Orqadan o'taman. Qaramay turing. Tak, mana kerak, brat, addushi. Bo'ldi. Endi janob merga borib bu narsalarni beraman-da, o'zimning ishlarimni davom ettiraman. To'g'riroq o'ynan olib kelib beraman janob merga.